ko'pchilik hayron bo'ladi. Xo'p, mayli, shu gapingizga bittasi kelib qoldi. Tuzni oling-da. Mana. Qarang. Bundoq. Yana ozgina qoling, bo'ladimi? Endi shu tuzda hozir. Aha. Endi suv bormi, ozgina suv? Suv. Qo'ying, ozgina suv qo'ying-da. O'z bo'ldingiz. Ha. Xo'p. Endi menga nima qiling? Qo'lingizni bundoq qiling. Qo'lingizni qarang. Tuzmi? Tuzda. Bu endi bu chiqib qoldi shundan. Endi qarang, siz nima ko'rsata olasiz? Tashlang. Bular ko'rsatmayapsiz. Qilsangiz serios. Mana karta oddiy, mana kameraga olinglar, mana hammasi oddiy karta. Bitta karta tanlang. Men ko'rsatmay. O'zingiz ko'ring. Yo'q, menga ko'rsatib qo'ysiz ikki g'ishni. Men ko'rsatib qo'ymayman-da. Otgan bilasiz. Otganni ko'rsatib mana karta oddiy, mana hammasi oddiy karta. Yo'q, men olib ko'rsatib qo'ymayman, bitta karta tanlang. Men ko'rsatmayman, mana qarang. Mana derodan oldi. Mana bu yoqdan. Mana ko'rsatganim mana. Bo'lmasa, bering endi men aniq qilaman. O'rgataman, qanaqa qilish kerak kameraga olsa, o'rgatib qo'yaman, qarang. Prosta tanlayotganda kartani qaysi qatorga joylashganini ko'ra oladi. Siz misol uchun siz guvohsiz, siz kartani tanlaganingizni bilasiz. 7 yillikmi tanlaganingiz? Kattami? Mana bittasi ko'rsataman. Yana qani kerak? Mana qarang. Mana kartadan olib ko'rsataman. Eng ko'p karta nechta bo'ladi bo'lish? Eng pochkada mana karta oddiy mana. Bitta karta tanlang. Faqat olayotganda men ko'rsatmayman-da. Atak ko'pchilik anaqa mana guvohlar bor. Mana men ko'rsatmasdan oling. O'zingiz ko'rib oling kartani. Mana bankga qo'ying kartani. Mana qo'ydingiz, dama. Mana qo'lim pustoy. O'ng qo'limni bekitaman, mana damani. Mana pustoy. Bekitganda sekin ko'rsataman, damani olmayman, pastga olib qo'yaman deyman. Men dama deyman-da. Qani? 3 ta karta, mana 3 ta karta olsam. Mana. Endi qarab turing. Xo'p, mana. Bu yerda nechta karta berdi? 3 ta. 3 ta karta. Xo'p, yaxshi qarang. Bu kartani nima qilaman? Bu qanaqa karta bu? 2 g'ish. 2 g'ish, mana 2 g'ishni yopdim, pastga qo'ydim. Ikkinchisi qanaqa ekan? 2 g'ish. 2 g'ish. Endi hop, bunga har xil nimalar qilamiz-da. Hop, kichikli, olti, bu nima edi bu? Uchasi ham o'zgarib qoldi. Mana sizlar